azizlar, bir otaxonga ehson qilishga qaror qildik. Farzandlari tashlab ketgan ekan. Ovqat yeganim yo'q. 2-3 kundan beri biz hozir mana nolasa produktlar qilib oldik. Hozir shu otaxonni uyiga borib, otaxonni xursand qilib kelmoqchimiz. Xohlasa Alloh rizoligi uchun. Дед, можно? Дед. Здорово, дед. Мы приехали. Как, дед? Мы приехали, вам докторские колбаски, там это привезли. Телевизор, отключить телевизор, если можно. Куда? Да. Вы соседи, да? Да, соседи друг. Соседи друг. А детей нету, да? Есть у него. Ну, короче, не звонят, ничего. Я не знаю, так она будет. Короче, вам за хорошего дня Да. мы оставили. Кое-что вам надо. Не будет. Ага. Мы не пьющие, это мы вообще, мы мусульмане, понимаете? Мусульмане. Нам грех это считается. Дай Бог тебе здоровья. Ага. Удачи вам. Хорошего дня. Давай, дед. Azlar, mana shunaqa gap ehsonni qildik. Bobo bir o'zi yolg'iz qolib ketgan ekan, farzandlar yo'q. Xristian bobo. Bizga farqi nima? Ehsonni qildik, Alloh qabul qilsin Rabiyaga. Men nima demoqchiman bu bilan? Bizda qadriyatlarimiz, biz turkiylarda qadriyatlarimiz alhamdulillah hamma tomonlama juda bir mukammal, bir chiroyli, bir go'zal desak adashmaymiz. Bizda hech qachon bunaqa ota-onalar qariganda, bunaqa yotoqda hech kim so'rovsiz, qarovsiz qolib ketmaydi. Bizda qadriyatlarimiz juda bir ajoyib, çok go'zal. Shu Xudo xolasa bu asrlar aro davom etadi degan umiddaman. Bizda qadriyatlarimiz hech kimga muhtoj bo'lmasdan mana shunaqa to'shaklarga mixlanib qolishligidan Alloh o'zi asrasin. Bizda Allohim bergan farzandlarimizga, O'zbekistonimizga tug'ilganimizga Allohimga hamd sanolarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.